2025-yilda eng kuchli deb topilgan top 5 ta smartfonlar. 5-o'rinimizni egallab turgan smartfon eng kuchli batareyaga ega, ya'ni 7500 mAh sig'im batareya, silikon karbon batareyaga ega, 3600 nits displey yorug'ligi, IP69 darajasidagi himoyaga ega smartfon Oppo Find X9 Pro. Bu 5-o'rinimizni egalladi. 4-o'rinimizni egallab turgan smartfon Google kompaniyasi tomonidan ishlab chiqarilgan Google Pixel 10 Pro XL smartfoni hisoblanib, kuchli texnikadan ko'ra aqlli funksiyalari bilan ustunlikka erishdi. Tensor G5 chipseti bilan jihozlanib, og'ir AI vazifalarini bemalol bajarishga moslashtirildi. Google kompaniyasi tomonidan 7 yillik yangilanish siyosatini qo'lladi va bu foydalanuvchilar uchun uzoq muddatli qo'llab-quvvatlashni kafolatladi. Shu sababli 4-o'rinimizni egalladi. Keyingi o'rinda band qo'ygan smartfonimiz OnePlus 15 smartfoni hisoblanib, kuchli displey, ya'ni AMOLED displey, 165 Hz yangilanish tezligidagi displeyga ega, 7300 mAh silikonli akkumulyatorga ega smartfonimiz Snapdragon 8 Elite Gen 5 protsessori bilan jihozlangan va 120 wattli super volt quvvatlash kabi ko'rsatkichlari bilan 3-o'rinda egalladi. 2-o'rinda egallagan smartfonimiz kuchli sun'iy intellektga ega, Snapdragon 8 Elite 4 protsessori bilan jihozlangan, 200 megapiksellik kamera va 7 yillik yangilanish siyosatiga ega. Call Translate, No Bar, Circle to Search kabi funksiyalarga ega smartfon Samsung S25 Ultra 2-o'rinda egalladi. Va nihoyat 1-o'ringa ham yetib keldik. 1-o'rinda egallagan o'sha biz kutgan eng kuchli deb bilgan smartfonimiz iPhone 17 Pro Max bo'ldi. iPhone 17 Pro Max'ni u darajada dizaynni o'zgartirib yubormadi. Biroq iPhone 17 Pro Max'ni dizaynni deyarli ideal holatga olib keldi desak to'g'ri bo'ladi. Qurilmada yangi A19 Pro chipi bilan jihozladi va kuchli, mustahkam alyuminiy korpus va 3 ta yangilangan kamera bilan boshqa smartfonlardan ajralib turdi. Shu sababli iPhone 17 Pro Max bu yili 2025-yilni smartfon eng kuchli 1-o'rindagi smartfoni deb tan olindi.